Ajoyib, odamlari ham ajoyib, ishchilari ham ajoyib, lekin fermaning o'zi ham ajoyib. Fermamizni ikkiga bo'lib qo'ygan bizlar poyezd yonidan yana shvedlarni onalarini bolalari bilan qo'shib chiqarib beramiz. Ichida ovozi bor, birinchi, ikkinchi, uchinchi qonun shvedlar. Bular ko'p sut bermaydi. Oldingi videoda ham aytib ketdilar. Nari boshda zo'r 18 litr sut beradi. Bo'lmasa 12 ta, 13 ta, 15 ta. Qo'ying, 10 litr sut ichmaysiz. Oling, bolasidan qolgani bir 6 litr, 10 litr sut bersin. Arzimagan narsa bilan bo'lib qolasiz. Bolalari ham qarang, biladi. Odil aka, yonida ham, qornida ham bolalari borlar ko'p buni ichida xudo xolasa aka. Yonida ham, qornida ham bolasi bor, bitta tashab kelgan bolasi ham bor lekin u yoqda Qirg'izistonda. Mana do'stlar. Kutib oling, yangi partiya mollarimiz. Mana yana bundan keyin kiyotganlari ham bor. Mana qarang, ona bola. Qarang. Narxi 35 million. Yo'q edi. Eng zo'rini 55 million olasiz. U ham yo'lda. Yo'lda kelyapti, ular kechga tushiramiz xudo xolasa. Bularning zo'rini ichida 49, 48 dan 48, 49 dan ketaveradi, Odil aka bular. Ha. Obunachilar ketaveradi aka. Uchtasi birda. Qonida bo'g'ozi bor, yonida bolasi bor. Bo'g'oziga o'zlaridan so'rang, ma'murchisiz o'shani etib berishadi, spiskasi qo'lida. 93lik 878 90 90 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibriy tumani Chinobodda 19-iyul haftaning yakshanba kuni.